Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem aytibdilar, devam etib. As-salatu amanatun, namaz amanet. Vel vuzu amanatun, taharet amanet. Vel vazn amanatun, tarazu amanet. Vel keylu amanatun, o'lchab berishlik metrda amanet. Odamlar mana buni saqlab ber deb qo'ygan narsa amanet. Eng qiyini mana shudir. Birovni qo'ygan omonatga xiyonat qilmaslik Alloh oldida qattiq javobini beradigan omonat shu debdilar. Namoz omonatligiki Alloh hammamizni ruhimizni yaratganda Alloh taolo aytdi: "Alastu bi robbikum?" qalu bala. Men sizlarni Rabbingizmanmi dedi Alloh. Arvohimiz bala, ori Rabbimizsan dedi. Shunda biz va'da berdik Allohga, senga namoz o'qiymiz deb. Namozni Alloh omonat qildi. Kimki namoz o'qimasa omonatga, Allohni omonatga xiyonat qiladi. Tahoratda omonatlari, sunnatlari, farzlari, ana shularga amal qilmasdan tahorat qilsa, tahoratda omonatiga xiyonat qilgan bo'ladi. Endi tarozida o'lchab berish, metrda, gazda o'lchab berish, birovni molini saqlab berish, bu qiyinroq, buni savoli javobi, mas'ulligi kuchliroq. Alloh kechirarkan, Alloh endi kechir, men namoz o'qiyolmadim, 1-2 yil yetmayotibdi. Allohim rahmatiga olib o'zi kechiradi, omonatni o'ziniga bo'lganligi uchun Allohim Karim zot. Allohning omonatlariga xiyonat qilib qo'ysangiz, xolasa kechirib yuboradi. Astoydil tavba qilsangiz kechiradi. Lekin insonga omonatini inson kessa kechadi. Inson kessa kechadi. Birodarlar, toshlarni, tarozi toshlarini atidan 1 kiloni 800 gram qilib olib, yarim kiloni 300-400 gram qilib olib, shu bilan bola chaqat boqib, shu bilan uy-joy qurib, shuni yeb keyin qaqqa boradi. Yaratgan Allohimga nima deydi? Shun bilan qanchalik boyib ketadi? Halol yurganam bola chaqa boqib yuribdi-ku. Shuni o'g'irlik qilib, xiyonat qilib, keyin qiyomatda buni qayoqdan to'laydi? Bu odam zotda haqni qanday beradi? Shularni Xudo bir kun uradi shu dunyoda ham. Bir sog'aymaydigan dardlarni berib o'zi bilan o'zini kasalmand qilib qo'yadi. Yo bir bolasini bevosh qilib har kuni qon yig'latadi qariganda. Har xil ishlarni Alloh boshiga kechiradi. Bu bevosh, bu ongsiz o'zini o'zi aldayapti, odamlarni emas. Xudo barakasini bersa 100 gram, 200 gramni yetmay qolgan odam olib keldi, yedi, bo'ldi-yu. Lekin o'zini men bitta qiynalmasligi, men bitta bir narsa bo'lsa, shunaqa qilib Xudoyi ham qilishadi, to'ylar ham qilishadi. Kimni aldashadi? Ey Alloh, insof ber, bo'lmasam o'zlariga juda qiyin.